Ushbu video darsimizda 91 1 imtihoni tetkisi 7 dan 10gacha bo'lgan savollarni tahlil qilamiz. Demak, sharti bu yer qayer? Namuna bilan o'xshash javobni toping. Namuna oldingi testlarda ham kelgan. Ertagacha uy vazifani aniq topshiring desa, "Xo'p ustoz", ya'ni sinfxona javobi to'g'ri edi. Konghang aeroport, Shijang bozor, hotel, mehmonxona. 7-chi testimiz 3 ball berar ekan. Erkak aytyapti: "Hanshi Yongmapyo Tujang Chuseyo. Soat 1dagi kinoga 2 ta bilet bering." Ya'ni Yonghapyo kino bilet, Tujang 2 ta. Shunda ayol ne yoki ismli deydi. Ha, mana marhamat deyapti. Kalit narsa kino bilet. Demak, Kikchan degan javobimiz to'g'ri bo'ladi. 1. Pyongyang kasalxona, Inheng bank, Shiktang oshxona. 8-chi testimiz 3 ball berar ekan. Ayol aytyapti: "Minsushi Sanbon Positayo. Minsu, siz 3-avtobusga chiqasizmi?" Shunda erkak ne, ya'ni ha, cho'gi oni ana u yerda kelyapti ekan. Cho'monjo kalgayo. Men avval ketaman. Ya'ni erkak avtobusga chiqar ekan va turgan joyi Chongyujang bekat bo'ladi. Xo'p, Miyongshil go'zallik saloni, Ucheguk pochta, Sajingwan rasmxona ma'nosida keladi. Javob 2. 9-chi testimiz erkak aytyapti: "Yorichegin Odisoyo", ya'ni ovqat qilish, ovqat pishirish kitobi qayerda? Ayol javob beryapti: "I Chingiro kaseyo sonim". Ikkinchi qavatga, iro degani ga. Ikkinchi qavatga boring, mehmon mijoz. Kochib gul do'kon, Sojom kitob do'koni, Yakuk dorixona, Pangchim novvoyxona. Demak, javobimiz 2. Va 10-chi testimiz 4 ball berar ekan. Ayol aytyaptiki: "I undong va shinobado tveyo". Bu krossovkani kiyib ko'rsam ham bo'ladimi? Shinda kiymoq, aopoda grammatikamiz bor, ip ko'rmoq. Ado odo tvede grammatikamiz bor, sa ham bo'lmoq. Ya'ni kiyib ko'rsam ham bo'ladimi? Shunda erkak ne? Ichoga anjaso shinoposeyo. Ha, bu tomonga o'tirib, anta o'tirmoq. Shinoposeyo kiyib ko'ring. Demak, kalit narsa krossovka kiyish. Xo'p, Kagujo mebel do'kon, Yohengsa sayohat firmasi, Shinbal Kage oyoq kiyim do'koni, o'sha 3-chi javob to'g'ri. Angyon Kage ko'zoynak do'koni. Bu 91-topik 1 imtihoni tetki 7 dan 10gacha tahlili edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.